Bugun bizga Bektemir tuman soliq xodimlari kelishdi. Mana bilmagan narsalarimizni o'rgatish maqsadida keldi. Yangi ikkita xodimimiz ishga kelgan. O'shalarni rasmiylashtirish bo'yicha bizga yo'l ko'rsatib, o'rgatib bugunning o'zida hujjatlarni rasmiylashtirib ketdi. Shu bilan birga bizda yana tashqarimizda tutash hududimizda joyimiz bor edi. Ijara shartnomani rasmiylashtirishda amaliy yordam ko'rsatishdi. To'g'risi oldin soliq xodimlari desa o'zimizda bari qo'rquv bo'lardi. Hozir yaxshi. Hozir kelib yordam berib, bilmagan narsalarimizni o'rgatib, hammasiga yordamlashyapti. Maqsad qonun buzilish holatlarini oldini olish. Bektemir tumanida jami 18 ta mahalla bo'lib, 7 lik bilan birga soliq xodimlari doimiy ravishda hamkorlikda birga ishlab kelmoqda. Bugun mana hududimizdagi bir nechta tadbirkor subyektlariga kirib, ayrim mavjud muammolarni bartaraf etish choralarini ko'rdik. Misol uchun, umumiy ovqatlanish korxonasida xodimlarni onlayn legallashtirish bo'yicha tushuncha berildi. Shuningdek, ushbu tadbirkorni tutash hududidan foydalanish bo'yicha muammosi bor edi. Hujjatlarni rasmiylashtirish va ijara shartnomasini tuzilishda amaliy yordam ko'rsatildi. Shu bilan birgalikda onlayn kassa nazorat mashinasidan to'g'ri foydalanish, ijara shartnomasini tuzishda, xodimlarni legallashtirishda, bankdan kredit olish masalalari va kadastr masalalari bo'yicha tushunchalar berib, amaliy yordam ko'rsatildi. Bunday tadbirlardan maqsad yashirin iqtisodiyotni oldini olish, tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlar bilan erkin muloqot qilib, joyiga chiqqan holda muammo masalalarni o'rganib, qonuniy chorasini ko'rib, amaliy yordam berishni o'zimizga maqsad qilganmiz.